pullarni ham papkaga qo'yib oldim. Hamma salom do'stlar, Muratim Kambod yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana men pullarimni olib oldim. Nimaga desanglar, mahmul qariylik ko'pligini $10,000 yashotdi. Nimaga pullarni oldim desanglar, xullas bugun sizlar bilan labirint o'tamiz. $1 labirint va $10,000 labirint chumoslam do'stlar. Hamma pullarimni ketqizaman. Bizning qishloqqa sotuvchi keladi. O'shanchun hozir labirintga boradi. Salom qishloqqa. Salom kapot. Bo'lma ketdikmi? Videoni yoqdingmi? Ha, obunachilarim uchun men videoni yoqib oldim. Bo'lmasa qani ketdi uzoqdan o'zim. Ha, sal uzoqdan, lekin $1 labirintdan boshlaymizmi? Albatta, o'zi bu qishloq sotuvchi bilan men juda ham ko'p video olganman. Agar bilgan bo'lsanglar, bu juda ham zo'r narsa qiladi. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Topadoridan kapot. Vashshin zo'r narsa aynab qo'yaman, lekin $10,000 lekin birinchi bo'lib $1 boshlaymiz labirint. U ham juda ham zo'r. Qani kapot ketdik bo'lmasa, hamma narsalar tayyor bo'lsa, ha, qishloq sotuvchi ketdik bo'lmasa, biz yo'lga chiqamiz. Borganimdan keyin videoni yoqaman do'stlar, $1 labirintda. Shok, namuncha katta bu labirint, bunaqa katta bo'ladi deb o'ylamadim bu. Ha, kapot, bu $1 labirint hali $10,000 endi o'yla. Ha, mana bo'lmasa senga $1 yeb o'taman buni. Men bo'lmasa, bo'la $1 olaman, albatta qilicham. Ol kerak qoladi, men bu labirintda o'rtasida kutib turaman seni. Bo'pti, qishloqqa bor o'rtasida kutib turasan, juda ham yaxshi. Bo'lmasa, men ketdim. Omad tilayman senga kapot. Bo'lmasa davay o'tirga bu $1 labirintda. Ha, qishloq sotuvchi men ketdim. Oho, men devor kattaligini qaranglar. Men nima bu tushunmadim men. Qanaqadir nima tashlab ketilgan labirint. Men qishloqdan so'raman. Ha, rostdan tashlab ketilgan labirint. Keyin o'tgandan keyin so'rayman, bo'lmasam davay sakrab o'ramiz. Oho, kattaligini qaranglar bu labirintda. Bu yoqqa sakrasam bo'larmiki? Yo'q, bu yoqqa sakrolmayman. Haydirash chechirsa qilib o'tib ketarman. Chedan yurib, oyoqim sekinroq bo'lish kerak ekan. Bu yerda bitta joyga tushib ketsam bo'ldi degan. Tabiiy chiqa olmasganman. Chunki bu yerda devorlar juda ham katta ekan. Davay, men sekinroq sakrolmayman lekin do'stlar. Shuning uchun sekinroq yoqqa o'tib olish kerak. Nimaga menga almazini qilib berdi? O'shanga men hayron qoldim. Nima? Kimdandir urishim kerakmi? Men bizdan chiqamiz. Men nima o'ldirib yuboramiz, qo'rqib yubordim. Men ham kimdir bilan urushamanmi deyman-da, bu almazini qilib chiqarib endi. O'shaning uchun sal qo'rqib qoldim. Nimaga farq? Men zombi borlari. Zombi borlari. Bu yarimta jonim ekan qoldi. Ikkita jonim qoldi. Qotlarim botdan do'stlar, men surishim kerak ekan botdan. Chunki zombilar juda ham kuchli ekan. Jonim ikkita donasini qoldirdi deb bor yo'qoldi. Zombi yo'qmayapsanlar menga. Qani bo'ldi. Zombilarni ham o'ldirib yubordim. Bu davayizdan chiqamiz. Endi botdan surishimiz kerak. Yana kimdir kelib qolmasligi uchun. Juda ham qiziqib ketaman, lekin $10,000 qanaqa labirint bo'lar ekan do'stlar, $10,000 men bo'lsam tezda kirib olamiz. Chuqurlarni teshikli ko'p ekan do'stlar. Qani endi bu yerdan sekin kirib olamiz. Vashi g'arada tashlab ketilgan labirint ekan, lekin qishloq sotuvchidan so'rayman hali. Tashlab ketilgan labirintmi bu deb deyorlarni qaranglar, kattaligi slishkin katta ekan bu labirint. Oho, mana bu parkurmi deyman-da. Mayli, parkurni ham o'tib olamiz. Qani ko'rlik o'zim. Ha, o'ta sakrom, yana parkurni kichkina katta bo'lib o'tishim kerak ekan do'stlar. Bunaqa labirint men katta deb o'ylamagandim, lekin to'g'risini aytsam, bu yoqqa borsammikin, gapimni tugashib o'sha joyga chiqyapti bu yerda. Mayli, botga boraychi, botda nima bor ekan o'zi. Botda ham hozir parkur bor ekan. Mana parkur, mayli shu parkurdan o'tamiz. Menga farqi yo'q. Parkur menga yoqadi. Parkurdan men bemalol o'ta olaman. Shuning uchun o'tiramiz bu parkurdan. Qayerga chiqsa, mana joy momenti bor ekan, tepaga bo'ymayman. Mana shunaqa do'stlar, mana shunaqa labirint ko'ryaptim. Nima bo'ldi? Bunaqa kichkina labirintlar o'zi tikadi. Qayerga sakrasammikin endi bu yoqqa bunaqa bitta blok topik ekan. Bu yerda devorga kirib qolaman. Bitta blok labirint bo'ladi deb o'ylasam, slishkom katta devor, slishkom katta labirint ko'rib qoldim. Yana bu $1 nojovnoy plitkalar bu do'stlar. Ko'rasizlarmi, tez o'tishim kerak bundan. Ana bo'ldi, sal qolardi. Tomga hozir bitta boshimdan urilib qolardim men. Mayli ketdi. Shuning uchun bu yerda xilaq bermaydi chiqim menga bitta o'zim bu yerdan hozir tezgina o'tib olishim kerak. Sovg'a bormagan o'zi. Sovg'a bo'lmas kerak. Endi $1 lekin labirint juda ham katta ekan. Bu yerda $1 ga bunaqa qo'yib bermasdim. Mana bu yerda yana o'sha plitkalar bu mosdan. Qishloqqa bo'ldimi?
Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qishloqona bo'ldimi, o'tib bo'ldimmi? Kapot, baylarsa sekra o'tdimmi? Bilmadim qishloqqa to'xta. Bu qanaqadir tashlab ketilgan labirintmi? Kapot, o'zi bo'cha juda katta qasr bu. Bu qasr bizilib ketganda, xullas katta devorlar qo'ygan, faqat labirint olib ketgan. Bitta joylar to'g'irlanib bo'ldim. O'zing nima qilding? Bu zo'r narsa qilibsan. Kapot, bu sekin o'tishyapti. O'zimga shaqdan bo'ladigan joy qilib qo'ydim-da. Zo'r ekan, lekin $1 labirint menga yoqdi, qiziq joylari ham bor ekan, kod degan devorlari menga juda ham yoqdi. Va shu kod degan devorlar bo'lmasa qani ketdi. Hali $10,000 labirint ko'rmading desan, Kapot, undan afzorsan, ishongin menga. Ishonaman, qishloqqa ishonaman albatta. Ani bo'lmasa boramizmi $10,000 labirintga? Nima bu qishloqqa $10,000 labirint shunchalikmi-da? Kapot, mana senga $10,000 labirint hammasi olmos devordan. Yana yer izumrudni. Voy, qishloqqa izumrudni olmosni. Savollarim orqaga olaman, hamma aytgan narsalarim u devorlar kattaligini, вообще bu katta ekan u devorlar, вообще undan ham ancha katta ekan. Kapot, buni devorlari juda ham katta. $10,000 berasan meni Kapot kirish uchun. Yana o'rtasida kutib turaman. O'rtasida sana juda ham sovg'a kutib turibdi, juda ham katta sovg'a kutib turibdi. Agar bo'ladi o'tsa, agar o'tamasa bo'ldi Kapot, $10,000 menga o'tadi. Qishloqqa yana sovg'asi bormi buni? Mana bo'lmasa hamma pullarimni ol. Agar bilan o'tsam, boy odam bo'lar ekanman do'stlar. Million kutib turibdi sana Kapot agar o'tsa. O'tamasa afsuski olaman pulingni. Qishloqqa albatta men o'taman. Men o'zimga har doim ishonaman do'stlar. Chunki men har doim o'taman. Qarang do'stlar, shu labirintni o'tsam, sizlar menga obuna bosasizlar. Bo'pti, qishloqqa men ketdim bu labirintni o'tishga. Mam devorlarni qaranglar, olmosning yerlari izumrudning bo'lib yotibdi. Hamma narsasi yo'qotmanga, lekin bu labirint juda ham oddiy ekan. Oddiy o'tasizlar, hozirchalik qiziq narsalar chiqmayapti. Balkim qiziq narsalar chiqar, lekin hammasi olmoslik ko'zlar yarayapti do'stlar. Juda ham yo'qotdi, lekin yana yer izumrudning yana menga yetki sovg'a bordi-da, oxirgacha o'tsam do'stlar. En to'g'risiga o'tsam sovg'a bordi-da, $1,000,000 pul dedi menga. Mana qaranglar, devorlar ko'pligini do'stlar, sizlar bilan kelishib olamiz. Agar o'tsam, sizlar albatta obuna bosasizlar. Xo'pmi do'stlar? Shuning uchun bu labirintni men oxirigacha o'tishga harakat qilaman, chunki bu juda ham katta pullar bordi-da o'rtasida. Kattaligini qaranglar, bu labirint yugurib yuraman. Juda ham ko'p kuch kerak ekan bu labirintni o'tishga. Bu nima bor ekan? Mana sizlarga yetdim-ku do'stlar, bu devorlar kattaligini mamnaqa yana aylandim. Labirint nima mashina nima katta bo'ti tushunmadim. Ta mashina bor ekan, lekin bu sal yerga tushib ketgan ekan. Mayli, bu mashinaga o'tirib ko'ringlar-chi. Nima mashina haydasa bo'ladi, men mashina haydab ko'ringlar-chi do'stlar. Bekordan bekor menga mashina qoldirmadi-yu, lava sekan. Do'stlar, bu lava emas, bu lavali blok ekan. Lavali bloklar ishtima qilmaydi. Tikonlarga tushib qolish kerak emas do'stlar. Sekin kimdir urdimi deyman desa, tikonlarga tushish kerak emas do'stlar. Tikonlarga tushsam balonim yoriladi. Mashinada o'taman deyman, lekin mashinada o'tish juda ham g'alati ekan. Chapga o'ngga qilish yomon ekan do'stlar. Nima qoqib qoldim? To'xta mashina bo'ldi, sani vaqting tugadi. Endi meni oyoqlarim vaqti keldi. Men bu parkurdan o'tishim kerak endi. Bu lavali izumrudni parkur bor ekan. Hammani o'tib ko'ramiz. Endi bu yoqqa sakraymiz. Bu zinadan endi izumrudni blokdan bu yoqqa sekin do'stlar. Yo'pa, bu yoqqa zinaga sekin ro'y do'stlar. Menga zinali parkurlar umuman yoqmaydi, ishoninglar. Zinali parkurlar kim kanalimda videolarini ko'rgan bo'lsa, u momentda Porsche'lar bor ekan, yerda o'tib olamiz. Botdan sekin bu zina bor ekan. Qanaqa qilib o'tib ketaman?
momentizna bor ekan, lavdagi sakrash kerak edim menda. Lava haqiqiy bo'ldi do'stlar, tushib ketsam bo'ldi. Tamam, boshqadan boshlayman adashmasam. O'shancha o'tamiz, bu yerdan o'tamiz. Momentdan uncha qiyin emas ekan, menga oson tuyulyapti bu. O'shancha bu yerdan ham sezgina o'tib olamiz. Juda ham qiziqib ketaman. Nima bor ekan? Bu yerda dastagi bor ekan, o'rtasida nima bor ekan? Menga bitta narsa yoqmayapti. Menga qilichlar narsalar bermadi. Oldingi labirintga o'xshab kimlardir hujum qilishi bo'lsa, nima qilaman endi bu qo'l bilan? Sekin bu dastaga ochamiz. Oppa, haqli tushib qoldim. To'g'ri yo'lga tushdimmi demayman. To'g'ri yo'ldan ketayotgan ekanman demayman. To'g'ri yo'ldan ketayotgan ekanman. Tupik do'stlar, eshitdimi yo'q devor. To'xtinglar, bu yerda ham devormi? Obbo, boshqatdan o'tishim kerak endi. Men do'stlar orqaga qaytishim kerak. Tupik ekan-ku, jinoronlik shoqi shunday ham qiladi. Mayli, orqaga o'taman. Orqaga o'tdim. Bu yerda 6 litrli bloklar bor ekan do'stlar. Mana shunaqa labirint kerak edi menga. Mana shunaqa kichkina labirint so'rayotgandim. O'zi do'stlar, bunaqa katta devorli emas, o'zi mana shunaqa labirint deb ataladi-da, xullas. Shunchun botdan o'tib olamiz. Qayerqa yursammikin? Bu tupik ekan, mayli chiqsa yo'q, botdan o'tamiz. Demak, qayerqadir joy chiqish kerak botdan yoki eshik chiqish kerakmi? Mana eshik chiqish kerak topdim do'stlar. Bunga dastak kerak. Dastakni tez topolamiz. Mana dastak sandiqda yotgan ekan albatta. Shunchun bu dastakni olamizda, keyin boramiz. Qani bo'ldi, bu eshikni ham ochib oldim. Bo'tda nima bu do'stlar? Bo'tda xochalish. Oppa, sandiq. Endi meni pullarim shu yerdanmikin? Bo'tda bo'lsa kerak. Mashina beroqchimni qishloqqa yo'g'ay prosta. Kimlarni hujum qilamanmi deyman-da. Yana obbo mayli, hechqisi menga baranya olmazni berdi, menga qilich ham berdi, olma berdi, ikkita tilla oltinli. Bo'ldi. Yana sandiq bor ekan, даже bo'tda pistolet bor ekan. Qancha yalan yana olamiz. Qaniki bilan urushaman. Nima bomjmi bular? Bomjlar bilan urushaman men. Uysizlar bilan mayli do'stlar, farqi yo'q. Menga ketdi, ular vahshiy bo'ladi-yu, mayli, men olmaga olaman. Tillali qani ketdi. Sekingina o'tib ketaman. Menga xalaq bermaysizlar iltimos. Yuzni qaranglar, masxarabos bilan bor yo'qol bo'tda. Ichog'ammi hammasi deyman-da, bor yo'qollar ham o'tib yo'qmayapsan hamma ham. Sekingina o'tib ketsam, maylimi shu yerda turib turinglar, menga hujum qilish shartmi? Bilaman, men zo'r narsalar bor, olmozni birga bor kerak emas. O'rgimchak to'riga o'tib borishsa mana tegida lava bor ekan, bitta sinirorsi lava ekan, pastda borlar ham bomjlar bor bo'tdan. Qani bo'ldi, bo'tdan o'tib oldim. Juda ham zo'r bo'lmasam. Juda ham charchab ketdim, lekin bo'tdan o'tirib, mayli, endi shunaqa qilib o'tiramiz do'stlar. Yaqinlashgandan keyin balkim sizlarga video yoqarman. Hozir uncha qiziq bo'lmas kerak. O'tamiz do'stlar. Men oxiriga kelib qoldim deyman, chunki anchadan beri o'ta olmagan bitta narsa o'ylab qoldim. Qaranglar, qancha devor baland bo'lsa, o'shancha yaqinlashgan bo'lar ekan sizlar o'rtasiga. Mana eng baland devorlar xossalik shotda. Eng o'rtasiga keldim deyman. Slishkim juda ham ko'p yurdim. Qishloqqa nima bu? Kapon, navacha tez o'tding? Qishloqqa tez o'tdim, to'xta. Bu hammasi menga endi nima milliard pullar-ku, milliard dollarlar-ku bilan. Kapon, senga hammasi endi tabriklayman. Qishloqqa milliard dollar menga endi. Qishloq rahmat senga otagon. Kapon, juda tez o'tdingiz. Hammasi senga endi bo'ladi. Qani tepaga chiqib ko'rlichi bo'lmasa, do'stlar. Ana tepasiga chiqdi, hammasidan shu yerdan o'tdim menda. Kapon, shundan hammasidan o'tdi. Tabriklayman seni. Hamma bu pullar seniki. O'tmaganda pullaring menga bo'lardi. Yo'q, qishloqqa senga bo'lmaydi. Do'stlar, qaranglar, kattaligini bu labirintda slishkim juda ham katta ekan bu labirint. Qanaqa qilib o'tdim deyman, to'g'ri endi nechidir soatlar ketdi-yu bilan o'tishga. Shuning uchun do'stlar, masliga o'tdim. Sizlar bilan kelishib oldik. Agar bu labirintda o'tsam, sizlar obuna bo'lsaman deylik. Shuning uchun davay videoni tegishib obuna bo'lsanglar. To'g'ri, to'g'ri, like bosib qo'yinglar. Kapotga shuncha qiynaldi bunga videoda. To'g'ri. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Bugun sizlar bilan $1 va $10,000 labirint o'tdim. Kapot, senga qaysi biri ko'proq yoqdi? Menga bilmadim. Bashi yoqgan bo'lsa kerak, endi $1 ga ham yaxshi edi. Bo'pti do'stlar, sabli like, obuna esdan chiqmasin.